Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Asli joy jamoasi kirib kelgan Ramazon ayyomi bilan barcha obunachilarimizni chin ko'ngildan tabriklaymiz. Hurmatli obunachilarim, shu fursatdan foydalanib, kimnidir ko'nglini og'ritgan bo'lsam, kimnidir dilini og'ritgan bo'lsam, kechirasizlar. Ming bor uzr so'rayman. Agar sizlarning dillaringni og'ritgan bo'lsam, Alloh uchun kechirib qo'yishlaringni so'rab qolardim. Mani misol uchun dilim og'ritgan insonlarni barchalarini Alloh uchun kechirdik. Xo'p, bugungi obzorni boshlaymiz do'stlar. Bugungi obzorimiz Farg'ona shahar Kirgilida Nefchi stadioni bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonga yurib chiqadigan bo'lsangiz, Ruxsorga chiqib ketasiz. Bu tomonga yurib chiqadigan bo'lsangiz, Kirgili Shirotkaga chiqsangiz bo'ladi. Shu yerda to'g'rida turgan 2 qavatli kirpichli dom bor. 2 qavatli kirpichli domda birinchi qavatdan 2 xonali kvartiramiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. 47 kvadrat metrdan iborat. Xo'p, uyimiz oldida ko'rishlaringiz mumkin, agorod qismlari bor ekan. Bu tomonda 2 ta aynak, bu tomonda 2 ta aynak, 4 ta aynak, 5 ta aynagi bor do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, kattagina plashatka joyi bor. Bemalol bu joyda olib turib, magazinmi yoki salonmi, shunga o'xshagan narsa qilsangiz bo'ladi. Sababi katta yo'lni bo'yida joylashgan, xohishga qarab balkim yashasangiz ham bo'laveradi. Xo'p, bu tomondan alohida bitta eshik ochib qo'yishgan ekan, xohishga qarab, xohlasangiz yopib olasiz, xohlasangiz bemalol shu joydan ham kirib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, o'zi asli eshigi bu tomonda joylashgan. Domimiz oldida mashinaga parkovkaga joy, bolalar o'yingohlari bor. Bu podyezdda eshigi, bemalol bu tomondan ham kirsangiz bo'ladi. Shu oyna ham uy egalariga tegishli. Ichkariga kiramiz, chiroyli sayohat qilamiz. Ungacha siz kanalga obuna bo'lib, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Uyimizning narxi 19500 baho so'ralyapti. RMga oz-moz o'tib berishlari mumkin. Yo'qsa, pastdagi raqamlarga bog'lanishlari mumkin. Ketdingizlar bilan birgalikda uyga chiroyli sayohat qilamiz. Xo'p do'stlar, biz ichkariga kirib oldik. Ko'rishlaringiz mumkin, kirish qismi proxod, hol. Kiramiz ichkariga. Devorlar chiroyli aboylar qilingan, taylari taxtapor. Kirganimizda sanuzel hojatxonani ko'rishimiz mumkin. Hurmatli obunachilarim, bunga ham e'tibor berib qo'yishingizni so'rab qolardim. Bu tomonda uyimizning oshxona qismi, uyimizning planirovkasi o'zgartirilgan ekan. O'zi aslida shu yerdan eshik bo'ladi. Bu eshikni yopib olishib turib, bu tomondan eshik ochishgan ekan. Xo'p, bu tomondagi joyimiz bu do'stlar, uyimizning mehmonxona qismi, holati, remontlari shu. Va ichkarida o'zini alohida yana bitta xonasi, bu kattalar yotoqxonasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Holati zo'r. Endi oladigan odam chiroyli qilib bitta o'ziga moslab olsa, ajoyib holatga keladi. 2 xonali uy 19500 ga berib yuboramiz deyishyapti. Manzil Farg'ona shahar Kirgili Nefchi stadioni yaqinida joylashgan. Kimgadir yoqadigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanasiz va ushbu xonadonda ma'lumotini olib, kelib xarid qilishlaring mumkin. Doimgidek Farg'ona shahridan Sergey Pazbe uning jamoasi bo'ldi. Yana bir karra kirib kelgan Ramazon ayyomlarining barcha obunachilarimizga muborak bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar, keyingi videogacha.